Va nihoyat politsiya uchastkasiga yetib keldim, lekin oldi eshikdan kirish yaxshi variant emas. Yaxshisi orqa eshikdan kiraman, agar bu yerda orqa eshik umuman bo'lsa yoki derazadan. Shunisi osonroq bo'ladi va shovqinsiz. Ha. Xo'sh, lekin bu yerda hamma derazalarda panjara o'rnatilgan. Ichkarida esa odam ko'rinmayapti. Ha, ichkarida odam yo'q, lekin chiroq yoniq. Balki xonalardan biridadir odamlar. Eshik esa yopiq. Ha, agar hech narsa bo'lmasa, eshikdan kirishga to'g'ri keladi sezdirmasdan. Iloji boricha tinchgina. Bu yerda deraza yo'q, lekin deraza bu yerda bor ekan. Hamma panjara bor, ajoyib. Bu yerda ham panjara. Jinur. Kanalizatsiya yo'li. Shu yerdan tushishim mumkin. Xo'sh, jinursan. Toza havodan nafas olib qolish kerak. Bo'pti, ketdim. Yaxshi. Xo'sh, bunday yopamiz, ha? Qorong'uligini tepaga olib chiqadigan lyuk bo'lishi kerak. Shu yerda xonalarning birida chiqaman shunda faqat. Asta-sekinlik bilan bu yer quruq ekan. Shunisiga ham rahmat. Lekin suvning ovozi eshitilyapti. Bu yerda teshik bor ekan. Mana qayerdan suvning ovozi kelyapti. Tushunarli. Yana ozgina qoldi. Lekin juda ham qorong'u. Qo'limdan nariyog'i umuman ko'rmayapti. Jin ursin. Umid qilamanki, yorug'lik yaxshi. Yetib keldim qayerga. Hatto narvon ham bor ekan. Zo'r, endi bu yerdan chiqish kerak xolos. Hozir ko'tarilaman yaxshilab. Jin ursin, sig'mayapman. Yaxshi. Tiqilib qoldim deb o'ylagandim, o'tib oldim. Endi esa tepaga chiqish kerak. Menimcha tepada hech kim yo'q. Hech kim yo'q ekan, bo'sh xona ekan. Aynan o'sha qurol olgan joyim. Okey. Bo'ldi. Endi qadam tovushlari. Yaxshi, ham bir hech kim kirmadi, bo'ldi. Sekin. Har kimga qarshi zirhnimchani taqib olish kerak, chunki ot qo'yishlari mumkin yo'q, lekin ichkarida hech kim yo'q. Ammo mana bu yerda eshik ochiq va ovoz kelyapti. Sekin. Politsiyachilar. Lekin ular menga chapaqir turishibdi, shuning uchun zirhnimcha shart emas. Bo'ldi, hozir pichoqni sinab ko'rish vaqti. Hozir yigitlar uchun syurpriz bo'ladi, juda ham og'riqli syurpriz. Jinursin. Menimcha oshirib yubordim. Lekin boboni pichog'i juda ham o'tkir ekan. Choldan yana biror narsalarni surushtirish kerak, chunki 100% yana nimalarni bilsa kerak. Assalomu alaykum bobo. Va alaykum assalom, xush kelibsan. Anchadan meni ko'rmagandim. Shu shaharda ish bilan yurgandim va sizdan yana bir ikki narsalarni so'ramoqchi edim. Albatta, jonim bilan. Siz menga yuzida tatuirovkasi bor yigit haqida aytgandingiz-ku. O'sha yigit mabodo bu yerga yana qaytib kelmadimi? Agar kelgan bo'lsa yoki o'sha oxirgi marta ko'rganingizda qaysi tarafga ketganini bilmaysizmi? Senga u qayerga ketganini aytishim mumkin. Faqatgina biror narsa sotib olsang. Nima, siz sotuvchimisiz? Eski tutki sotaman. Eski tutki. Bilmasam, sizda birorta pichoq bormi? Oxirgi marta pichog'imni yo'qotib qo'ygandim. Menda ajoyib bir pichoq bor. Senga to'g'ri kelsa, aniq. U meni yoshligimdan qolgan, desantchi bo'lgan vaqtlarimda armiya pichog'i. Ajoyib. Lekin axir sizni yoshligingizdan-ku, uni ola olmayman. Boshqa bir nima berib qo'ying. Yo'q, u sen olaver. Jinursin, zo'rligini. Axir u bilan qancha vaqt yurgansiz? Shunchaki sotib yuboraverasizmi? Ular hammasi o'tib ketgan. Buni olib yurganimdan baribir foyda yo'q. Yaxshisi senga xizmat qila qolsin. Men esa evazga ozgina pul olaman. Qancha beray? Farqi yo'q qancha bersang ham. Lekin baribir
Keling, yaxshisi pichoq o'zingizda qoladi, men sizga pul beraman, pul evaziga aytasiz ma'lumotni. Yo'q, hammasi halol bo'lsa kerak. Mayli, unda pichoq uchun rahmat. Arzimaydi, maza qilib voy qo'yingcha, bu juda ham ko'p. Hech qisi yo'q. Arziydi. Yaqin kunlarda Sviatrovga kelganda senga xabar bermoqchi edim, lekin menda hattoki telefon ham yo'q. Telefonda gaplashayotgan edi, qanaqadir Michael ismli do'konchi edi. Michael ismli do'konchi? Do'konchiligini qayerdan bildingiz? Yaqinda mol jo'nataman dedi. Demak, u do'konchi. To'g'ri. Mayli, sizga rahmat. Arzimaydi, yordam tekkan bo'lsa xursandman. Yana qanaqa Michael bo'ldi? Yana kimdir qidirishga to'g'ri keladi. Okey, qidirish bo'lsa qidirishda. Michael, tushunarli. Lekin hozir asosiy muammo bu emas. Asosiy muammo Keti telefonini topish va o'sha yerdan ma'lumotlarni ko'rishga harakat qilish. Xo'sh, menimcha uchastkada boshqa hech kim yo'q. Agar bo'lganda yugurib kelgan bo'lishardi. Mayli, xonalarni eng boshdan tekshirishni boshlaymiz. Shu bo'lsa kerak, arxiv xonasi. Va bularning orasida telefonni qanday topaman? Yaxshisi telefonga qo'ng'iroq qilib ko'raman. +998 va endi kutish qoldi xolos. Xo'sh. Bo'ladi va xo'sh. Yaxshi. Endi faqatgina bu yerdagi ma'lumotlarni tekshirish. Stop. Tushunmadim. Nima uchun bu yerda parol qo'yilgan? Lekin o'sha kuni borganimda shunchaki telefonni olib politsiyaga qo'ng'iroq qilganim. Parol yo'q edi, bo'lishi mumkin emas. Axir tushunursin, politsiyachilar o'zlari qo'yib qo'yishgandir balki. Telefonni bularning ofitserga bergandim. Demak, o'sha qo'yib qo'ygan, lekin uni otib tashlagandim. Jenursin, endi yoki o'sha politsiyachi balki tirik qolgandir. Yoki politsiyachini topishga to'g'ri keladi, yoki hacker topishga, buni buzib kirish uchun. Tushunursin. Borgan sari chigallashib ketyapti. Endi Michaelni topish kerak. Telefonni buzib kirish kerak yoki politsiyachini. Bo'pti, xo'sh. Hozir. Kontrol qilsang-chi. Allo. Assalomu alaykum, janob Bart. Va alaykum salomlar. Nima bo'ldi? Kostyum mos tushmadimi? Yo'q, kostyum to'g'ri keldi. Katta rahmat. Lekin bilasizmi, menga o'zimizni hozir men turgan shahardagi politsiya uchastkasini katta ofitserini topib berishingiz kerak edi. Tushunarli. O'zi senga nima kerak? Kerak bo'lib qoldi, bir muammo bo'ldi. Agar uni topolmasangiz, hacker topib bera olasizmi? Bir narsani buzib kirish kerak edi va o'sha buzib kirish kerak bo'lgan narsani parolni menimcha faqatgina o'sha ofitser biladi, lekin ofitserni otib tashlagandim. Ertalabgacha yo'qligini yotirligini topishadi. Katta rahmat sizga. Bo'pti. Senga xabar yuboraman. Kutaman. Xayr. Har doim bilardim janob Bartga ishonish mumkinligini. Yaxshi, telefonni va qog'ozni olib qo'yish kerak. Qog'oz endi kerak ham bo'lmaydi. Bularni ham olib qo'yaman. Endi esa birorga borib kutib turish kerak xolos. Ertalab bu yoqqa kelishganda surpriz bo'ladi qolgan politsiyachilarga. Eshik ochiq ekan. Bilsam kanalizatsiyadan o'tmagan bo'lardim bu yoqqa. Janob Bart nimagadir kechikyapti. Quyosh ham chiqib qoldi. Yaxshi. Xabar kelibdi. Xo'sh. Shahar kasalxonasida. Demak, tirik qolgan ekan. Hacker qidirishga to'g'ri kelmaydi. Shunisiga ham rahmat. Endi kasalxonaga borish qoldi xolos. U yerga borib, yaramasini topaman va bo'ldi. Yaxshi. Oxir shuncha o'q otgandim, tirik qolishi amri ma'qul edi, lekin tirik qolibdi. Bu yaxshi. Mayli. Xo'sh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga janob Kyle kerak edi. Shu yerda yotgan emish. Siz unga kim bo'lasiz? Men uni do'sti bo'laman. Tushunarli. Hozir ko'rib beraman. Rahmat. Hozir Kyle'ni qo'lga tushiraman. Janob Kyle, 2-qavatdan oxirgi xonada. Tushunarli, katta rahmat. Xo'sh, 2-qavat oxirgi xona. Hozir ko'ramiz. Qani, mazza qilib dam olayotgandir. Shuncha o'qlardan keyin. Xo'sh.
Avvalgi safardan so'ng zinalardan qo'rqadigan bo'lib Jennerson politsiya bor ekan. Bu yerda o't ochib ham bo'lmaydi, chunki birdaniga vahima ko'tariladi. Jennerson oldiga qanday kirsam bo'lar ekan? Mana muammo. Ha, turibdi va qo'riqlayapti. Biror nima o'ylab topish kerak. Bugungi bemorlar bir-biridan g'alati. Bittasini qo'li uzilgan, bittasi quloqsiz qolgan. Yaxshi imkoniyat. Hoy. Ajoyib. Doktorlarning kiyimida bo'lishni har doim orzu qilardim. Endi Kaylning yoniga borsam bo'lgani. Politsiya meni tanimasa kerak. Men janob Kaylning yoniga. Tushunarli, kirishingiz mumkin. Ha, tanimadi, yaxshi. Salom janob Kayl. Salom, sen Jennerson axir bu sen. Ovozingni chiqarma. Sekin agar odamingni chaqiradigan bo'lsang, u ham sen ham o'lasan. Mendan nima istaysan? Avvalgi safarga yetmadimi? Yetdi. Shunchaki bir muammo chiqib qoldi. Men senga singlimning telefonini bergandim va sen nimaga unga kod qo'yib qo'yding? Endi uni ocha olmayapman. Shunchaki ichidagi narsalarni hech kim ololmasligi uchun u ishga yordam berardi. Ol telefonni, kodini och. Yaxshisi ayta qolaman. 0000. Tushunarli. O'zi nega meni otding? Chunki sen Floss ish bilan shug'ullanding va mana sen o'rniga men hammasini qilib odamlarni o'ldirib yuribman qotilni topish uchun. Va qancha odamni o'ldirmoqchisan bu yo'lda? Unga ziyon yetkazgan har bir odamni so'nggi tomchi qoni qolmaguncha. Tushunarli. Soqchi, nimalar bo'lyapti? Yaramas, sen hammasi uchun soqchi yordam beradi debmi? Yaramas. Jennerson endi qochishga to'g'ri keladi va shu yerdan sakrashimga ham to'g'ri kelsa kerak. Yaxshi. Bo'ldi. Endi esa telefonni tekshirish va Michaelni topish qoldi xolos. Oyog'i xamirdan qilib sug'urgandagi o'tishi aniq.